Erimsiz endi nima qilaman oppa? Endi nima qilaman? Ikki bolamni qanday boqaman? Yo'q, men kuchli ayolman. O'zimni qo'lga olib, yolg'iz boshim bilan erimga sodiq qolaman. Men irodaliman. Farzandlarimning otasi yo'qligini bildirmay katta qilaman. Mandalik. Rahmat. Xo'sh, endi kimga uylansam bo'ladi? Mahalladagi Zarinagam yo Osimizda. Birinchi muhabbatim Laylogam erdan ajrashgan. Ajrashgan nima qilaman? Hay, marakalarni o'tkazib olaylik, keyin bir yoshroqdan topaman. Aka, bandalik yangi yosh ketib qoptilar a. Endi shunday bo'lib qoldi-da. Хорошо, все будет хорошо, все будет. Sultonovaga papasha kim? Papashasi ishtaydilar, bachamni o'zimga beravering. Voy shunaqa payt oldingizda tursalar bo'lmaydimi? O'zi qayerda ishlaylar? Davlat ishida, bilasiz-ku, davlat ishida ishlaydiganlarni oilasiga kam vaqt ajratadi. Bo'pti, yaxshi qoling. Ha, onash. Dadish, uyda bir hujum mehmonlar kelgan, qachon kelasiz? Hali berib bo'shamayman, ishim ko'p. O'zing qarab kuzatib yor. Uyda hasratam qolmagan xatya bu produkt olib keling. Pastdagi magazinga tushib, men nomga yozdirib qo'y, oylik tushganda beramiz. Bo'pti. Maktabda ota-onalar maylisi bor ekan, borasizmi? Bugun tekshirish bor, vaqtim yo'q. Bugun ammajonning to'ylari edi, borasizmi? Bugun maylisim bor, vaqtim yo'q. Muncha vaqtim yo'q deyaverasiz, qittigina oilangizga vaqt ajrating. Davlat ishi o'yinchog'im senga, vaqtim yo'q. Dadish, bugun vaqtliroq keling, romantikni deng qilamiz. Bo'ldi onash. 2 soat Yandex qilay, keyin o'taman. Harna benzin pulda. Bechora xotin kutib uxlab qopti-da. Kim bu? Turaverdinglar, ne? Bachangiz-ku, ana shular 24 ga 7 ishlagandan keyin kam katta bo'lganini bilmay ham qolasiz. Onash, men ham balam chaqam deb ishlab yuribman. Ko'proq pul topib, Xonsaroyda shirin hayot loyihasida uy olay deb yuribman-da. Mana ertaga yakshanba dam olish kuni-ku, oilaviy ishlarni aylantirishga olib chiqaman. Sizchi, ishomayman. Rostda, agar ertaga ham olib chiqmasam, meni eshak deysan, bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishdik. Eshakchan? Eshakchan. Turing, ishga kech qolasiz. Yelkam. Kecha yashil makonga boruvdik-da. Jonim meni, Jura. Jura. Men senga uylanmoqchiman. Men sen qanaqaligini bilaman-ku, senga beradigan singlim yo'q meni. To'ylar muborak. Hay, plus. Barib uylandi-ya. Ertalabdan zo'r ketadi-da. Shu ko'zingizni ochishingiz bilan nos chakolmasangiz bo'lmaydi. Sizga shu nos chakishni o'rgatgan odamni qo'llari sinsin. Deya, unaydimi? Ilovanda qo'lginalari sinsin. Obbo, bekor qarqading-da. O'z singlim. Libiya aka, jon qo'lingizga nima bo'ldi, sindimi? Bir palakat keldi-da. Yaxshi o'lib ketib qarqaman, bo'lmasa jo'rimdan ayrilib qolaydi. Aka, kuyovingiz mana qiz bilan gaplashyapti. Dachaga qachon chiqamiz? O'tgan safargi sheringizni ham olib oling debdi. Sherikdan so'rabdimi? Chop san ichkariga kirgin, men o'zim gaplashaman kuyov bilan. Menga qara. Zulyam. Jo'ra, uylanding-ku. Yig'ishtir shunaqa ishlarni. Jo'rajon, Turkiyaga borib kelgan Damas'ni berib deb ko'ray. Buni senga emas, obunachilarimga beraman. Qanday qilib? Legendarniy shou qilib, o'z homiylar yig'olma 300 mingtadan 80 mingtaga jonli auditoriya o'tkazib beraman. Homiy tanishlaring bo'lsa, men nomeriga telefon qilsalar qo'yishib qo'yaman. Bermaysan-a? Yo'q. Hozir. Xotin! Aka! Ma. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Krisa. Bo'ldi, masajga bo'lmaymizmi? So'rlardan keldi. Sen kuyovsan qaynoq. Senlar bilan bir joy borib bo'lmay-ku bo'pti. Sen borsang, men ham boraman.